Do'stlar, assalomu alaykum barchaga. Ko'rib turganlaringizdek, yana avtobus haydovchilari bilan suhbatlarimizni davom etamiz. Bugungi qahramonimiz Farg'onadan Ulug'bek aka Rasulov bo'lishadi. Xudo xolasa Ulug'bek aka o'zlarini qiziq bir voqealardan bugun bizga so'zlab berishadi. Tayyor bo'lsalaringiz, har doimgidek videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Biz suhbatimizni boshladik. Ulug'bek aka, xormang endi. Salomat bo'ling, salomat. Ishlayapsizmi? Xudoga shukr, ishlab yuribmiz. Xudo xolasa, qancha bo'ldi ishni boshlaganingizga? Ishni boshlaganimizga 3 oy bo'lib qoldi. 3 oy bo'lib qoldi. 3 oy bo'ldi. Ha, yaxshi. Qiyinchiliklar yo'qmi? Yo'q, Xudoga shukr, yaxshi. 224-liniya ekan, ha? 224-liniya. Uzunligi qancha buni bir tomoni? Bir tomoni 15 kilometr. 15 kilometr aqa, 15 kilometr bu yerga. Nechadan nechagacha ishlayapsiz? Ertalab 4 da ishimiz boshlanadi. Hozir mana ishimiz endi tugadi, mana hozir 7:20 bo'ldi. 15 bo'ldimi? Shu tugadi, endi mana ishimiz tugadi. 19:20, ha? 19:20. Ish soati ko'p beryapti-kan, ha? Ha, ish soati ko'p. Soati ko'pligi bu yaxshi-da. Yaxshi, Xudoga shukr. Orada yana ustoga damimiz ham bor. Ustoga dam olamiz. Obedimiz ustoga. U 3 soat ish soatiga yoziladimi? Yoki grafikdan tashqari 3 soatmi? Yozilsa kerak deb o'yladim men. Chunki nima 4 soat ishlaymiz, 3 soat dam olamiz. Yana 4 soat ishlab garajga kirib ketamiz. O'sha bir bo'lsa ABT paytimiz ham yozilar ekan. Yaxshi, unda barakasini bersin. O'zi avtobusda avval ham ishlaganmidingiz? Ha, oldin men Rossiyada ham ko'p ishlaganman, o'zimizni O'zbekistonda ham ko'p ishlaganman, o'zimizni Farg'onada. Farg'onada ishlaganman, avtobus minganman. Peterda ishladim, avtobus mindim. Peterda ham 3-4 ta avtobazada ishlaganman. Avtobus masalasida tajriba yuqori. Ha, avtobus masalasida opit yuqori. Keling, mana shu 3 ta joydagi ishingizni bir-biriga taqqoslab ko'ramiz. Rossiyadagi, O'zbekistondagi va mana hozirgi Polshada ishlayotganingizni. Farqi nima, yaxshi, yomon tomonlari? Deylik, hozirgi ishingizni avvalgilaridan yaxshi, yomon tomonlari nimada? Endi Polsha baribir Yevropa davlatlaridan biri ekanda. Endi Yevropa rivojlangan davlatlar bo'lganiga qaraganda baribir batta ko'p narsa inson manfaati uchun foydaliroq, kerakliroq, ham insonda qadr qimmati bor bu yerda. İnsonlarda hurmat qilishadi. Lekin Rossiyada bunchalik emas. Rossiyada ham 10 yilcha ishladim Rossiyada. Bunchalik emas. Bu yerda baribir yaxshi ekan. Odamlarning muomalalari ham yaxshi. İnsonlar ham yaxshi odamlar ekan. Yo'lovchilarda sizga qilayotgan muomalasini aytmoqchisiz? Ha, yo'lovchilarni ham, odamlar ham yaxshi ekan. Minus tomonlari nimada? Minus tomonlari nimada? Baribir ideal davlat yo'q-ku. Yo, minus tomonlari ham bor. Masalan, endi bular biz musulmon bo'lganimizga bular xristian-ku. Bularning sal nimalari boshqacharoq. O'ylashi, fikrlashi sal yashash tarzi boshqacharoq. Xo'p, savolni boshqacharoq qilib beray. Dokumentatsiya masalasi qanaqa? Masalan, hozir bu yerdagi sizni o'sha hujjatlaringiz, masalan, tayyorlanishi, sizga bu narsalar qanchalik qiyinchilik tug'diradi-yu, avvalgi ish joylaringizda qanchalik muammo bo'lgan? Vot, imенно dokumentlar masalasida bu yer eng yaxshi joy ekan. Dokumentlaringiz juda tez bitar ekan. O'sha hujjatlar, ishga joylashish
Bu yerda osonroq ekan. Qancha siz o'zi Polshada bo'lgansiz, bu yerga ishga kelishdan avval. Qancha vaqt ketdi avvalgi ishingizdan bu yerga kelib ish boshlaguningizgacha deylik? Shu ketgan bo'lsa ish boshlagangacha 1 oy ketdi-da. Endi yo'q, mana qarang, boshqa joyda ishlayotgandingiz, to'g'rimi? O'sha joydan sizga taklifnoma tayyorlanib, bu yoqqa kelib ish boshlanguningizgacha 1 oymi yoki undan ko'proq? Bir 2,5-3 oycha kutdim taklifnomani. O'sha приглашение chiqqandan keyin bo'ldi, kelaverasiz deyishdi. Keyin shunday o'sha ishxona bilan, xo'jayinlari bilan xayrlashib, gaplashib, to'g'ri tushuntirib, eski ish joyi. Oxirgi oylikni olib, bu yerga keldim. Bu yerga kelib, hujjatlarni topshirdim, nima qildim? Shu medkomissiyalardan o'tdik, psixotestlar, imtihon, ekzamenlarni qilib, hammasidan o'tib stajirovkaga qo'ydi. 5-6 ta liniyalarni o'rgandik. O'rganib, necha kun stajirovka qildingiz? Stajirovka ham shu 1 haftacha stajirovka qildik. 1 hafta 10 kun. O'sha 5-6 ta reysni o'rganishga 1 hafta 10 kun vaqt ketdi-da. Ketarkan. Biz ko'p ham o'rgandik. Bir 8 ta 10 ta liniyani o'rganib chiqdik. Hozir o'shalarda ishlayapsizmi yo faqat mana shu bitta liniyada ishlayapsizmi? Hozircha mana shu liniyada ishlayapman. Bundan oldin 241 da ishladim. 2 hafta ishladim 241 da. Keyin mana shu liniyani shopiri Otpskaga ketdi uyiga. Otpskaga ketdi, mana shunga qo'yishdi. Endi o'shandan beri ishlayapman mana shu yerda. Mana ko'ryapmiz, ancha shahar tashqarisiga borib kelasiz ekan. Deyarli Germaniyani chegarasiga borib kelyapsiz. Germaniyani chegarasiga boramiz. Shahar ichida ishlagan yaxshimi yoki mana shu shahar tashqarisi yaxshiroqmi? Shu tashqari yaxshiroqmikin deyman-da. Ko'rdingiz-ku, mana tabiatni qo'yni avvalambor. Tabiat, manzara. Endi shaharning ichida ham yuraversangiz zerikasiz baribir. Probkalar, nimalar. Endi shahardan qishloq tomonga yursangiz, chegara tomonga, tabiat, manzaralar chiroyli, o'shalar yoqadi menga. Keyin oyliklar masalasi qanaqa? Bir oyda deylik minimum, maksimum qancha dollarda tushirsa bo'ladi? Dollarda tushirsa bo'ladi. 1,5-2 ming tushirsa bo'ladi. Endi işte ko'proq podrabotkalar olsangiz, podrabotkan qayerdan olinadi? O'sha garajdan so'rasangiz beradi. O'sha liniyani o'zida ko'proq ish soatida endi bu podrobotka deganingiz. Endi misol shanba bozorlar dam olsangiz ham bo'ladi. Yo'q, men ishlayman, menga ish ber desangiz, podrobotka beradi, o'shani hisobiga oyligingiz ko'proq chiqaveradi. Bir oyda ko'proq soat ishlasangiz, 200-250 soat ish soati chiqyaptimi sizda? Chiqyapti. Ish vaqtida biron bir masalan haydovchilarga ham qo'llaniladigan jarimalar, bironta shunaqa nimalar bormi? Endi ish paytida bor, batta ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Misol konechkaga kelganda mashinani 2 minutdan ortiq ishlash mumkin emas. Yoniq turishi mumkin emas. Ishlab turishi mumkin emas. Ha shu 2 minutdan oshiq ishlab tursa, shunaqa tekshiruvchi nazorat qiladigan odamlari bor. Tezda kelib jarima solishadi. Nimaga 2 minutdan ortiq ishlayapsan? Mashina ishlab turibdi deb jarima qilishadi. Keyin mana bu bekatlaringizga erta, kech kelish ham jarimaga tortish. Erta kelib bo'lmaydi. Erta kelsangiz jarimaga tushaverasiz. Kech kelsangiz bo'laveradi. Kecha hali probkalarda tortilib kech qolsangiz hech narsasi yo'q.
Lekin erta kelsangiz jarima qilishadi. Erta kelib bo'lmaydi. Tushunarli. Keyin transportda masalan avtobusda doim bitta mana shu avtobusni binasizmi yo har xil almashtirib berishadimi? Yo'q, ko'p liniyalarda almashar ekan. Menga xudoga shukr, mana shu liniyada bitta avtobus ishlaydi liniyada. O'shaning uchun bitta mashina qo'yishibdi. Almashtirmasdan o'zim ishlayman. Yaxshimi texnik holati? Xudoga shukr, yaxshi mashina. Mana Mercedes mashina. Ahvol ahvoli juda yaxshi. Hech hali buzilib qolib ketganim yo'q. Xudoga shukr, yaxshi mashina. Liniyada o'chib qolsa o'zi nimalar? Yumshoq, ha. Mexaniklar yordam berishadi. Ammo o'chib, netib buzilib qolsa, shunday telefon qilamiz, o'zlari yetib kelib, boshqa mashinani berib, buni mashinani olib ketishadi, siz narigidan ishni davom ettiraverasiz. O'sha kutilgan vaqtlar sizni oylik hisobingizga yozilaveradi. Yozilaveradi, ha, oylik. Tushunarli. Endi ko'pchilik bizni sizdan avvalgi videolarimizni ham ko'rishadi-da. Ko'p so'rashadi, imенно shu videodagi odamning telefon nomerini bera olasizmi debdi. Nima deysiz agar sizdan so'raganlarga sizni telefon raqamingizni beradigan bo'lsam? Mayli, bemalol. Telegramdan yozsa bo'laveradimi? Bo'laveradi, bo'laveradi. Masalan, ko'p savollarga men o'zim javob berishim mumkin. Lekin haligi ishlayotgan odamni o'zidan eshitishni xohlaydi baribir. Demoqchi bo'layotganlar, qiziqadiganlar Telegram nomeringizni bersam bo'laveradi. Bo'laveradi. Ishdan bo'sh vaqtda harakat qilasiz javob berishga. Ha. Hozir endi mana liniyani tugatib, endi garajga qaytyapman. Garajga kelib hozir shunday mashinani topshirasizmi, nima qilasiz? Yo'q, hozir garajga kelib birinchi o'rinda mo'yka qilamiz. Mashinani chiroyli qilib yuvib, keyin zapravka qilamiz. Zapravka qilib, keyin putyovkalarni to'ldirib, dispetcherga topshirib, keyin uyga qaytamiz. Mo'ykani o'zingiz ruchnoy qilasizmi yoki? Yo'q, biz mashinada yurib o'tib beramiz. O'zi avtomat anaqa yuvadigan nimalari bor, avtomat. Biz faqat orasidan o'tib beramiz xolos. Sekin o'tamiz. O'zi mashinani suv sepib, yuvib, chiroyli qilib berishadi. Tushunarli. Keyin zapravka qilib qo'yamiz. Keyin zapravka qilamiz. Ertalab yana sahar ishni boshlaymiz. Kuch quvvat bersin. Yotoqxona bazani o'zidanmi yo masofa bormi? Masofa jichcha bor, shu bo'lsa 1-2 kilometr chiqadimi? Chiqishimiz bilan avtobus ham bor, garajdan chiqishimiz bilan avtobus, tramvay yuradi. Shunday tramvayga o'tirib, piyoda yursangiz ham 10 minut, 15 minutlik yo'l. Endi charchab, ishdan keyin charchab shu tramvayga yo avtobusga chiqamiz. Tramvay sizlar uchun bepul, a? Bepul. Avtobus, tramvaylar bepul. Ishda bas kunlaringiz ham, dam olish kuni ham foydalanishingiz mumkin. Bemalol. Bitta shopirlar uchun avtobus, tramvaylar bepul ekan. Shu tomonlari ham juda yaxshi. Bunaqani Rossiyada ham ko'rmaganmiz. Shopirlar avtobusda, tramvaylarda bepul yurish bunaqasini Rossiyada ham ko'rmaganmiz. Demak, hozirgi ishlayotgan ishingizdan, sharoitingizdan nima deydi? Rozisiz. Roziman, Xudoga shukr roziman. Topganingizga Alloh baraka bersin aka. Ilohim. Xudo xolasa yana hali hamkasblaringiz bor. Ko'plari bilan suhbatlashishni rejalashtirganmiz. Nasib qilsa, ularni ham bir qiziq voqealardan eshitishga harakat qilamiz. Sizni hamisha ishlaringizga Alloh rivoji bersin. Ilohim. Bu Shetsen shahri. Bu Shetsen shahri. Sizni mana parkka ham yetib kelib qoldik. Sizga hamisha yo'llaringiz oson bo'lishini tilab qolamiz aka. Salomat bo'ling. Sizni kuzatuvchilarimiz ham o'zlarining fikrlarini bemalol kommentariyalarda, izohlarda yozib qoldirishlari mumkin. Salomat bo'ling Ulug'bek aka. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling aka, rahmat. Sizga ham rahmat.